Nima u aqlat nima degani u? Hamma joyda shu. Aqlat nima degani u? Bunday kriminalniy ishlar bilan shug'ullanmaganman, bilmayman. Конечно. Oylik degani dedim-da. Rus tilini bilmayman-da, xullas. Shu oylik deb tushuntirmaysizlarmi menga? Joy darajasiga. Yo'q, ha, endi o'zi shundayam shanba-yakshanbada. Просто bayram kunlari выходnoyda uyda uxlab oylik olamiz. Hammayam shu-ku, bitta menmi tomog'alim. Hozir выходnoyda shunday bo'lgan. Hozir o'lgidek uyqum kelyapti. O'lgidek uyqum kelib o'tiribdi. Boshqa kuni unday emas. 6:30da ishga tursam, 7da ish boshlanadi. 6:30da ishga tursam, o'rnimdan tursam, где-то 12:30-1gacha уже qotaman, uxlayman boshqa kun. Eng kech uxlaganim, a to 11larda, 12larda uxlamay efirlarda ham o'tiraveraman inakda. Nima dedi deychi? Bo'lmaydi, keyin dangasa bo'lib qolasizlar. Bu ayollarga yarashadigan ish. Erkaklarga yarashmaydi bunaqa ishlar. Gapirib charchab qoldim. To'g'risini aytsam, gapirib charchab qoldim. Yo'q, ko'zim xiralashgan. Yo ko'zim xiralashgan yoki telefon ekrani xiralashgan. Chota ko'zimga xira ko'rinyapman o'zim. Yo endi ishlayman. Hozir bir ishlasam bilasizmi, nechagacha ishlayman. To'xtamay ishlayman. Shu boshlab olguncha-da hamma gap. Hamma gap ishni boshlab olguncha. Atak boshqa kuni ham, ishimizni kuni ham ertalab masalan biznes sentrda ofisda xalaqit berilmaydi-da. 9da mana bizni etajimiz 8da ish boshlaydi. Ertalab 8gacha, 7dan 8-9gacha ishlarimizni qilib olamiz. Целый o'tiramiz. Keyin 5dan 7gacha ishlaymiz. Bo'ldi. Bir ishlasam. Yo. Siz bilmaysizlar, biza bu yerlarda nima deydi? Xokkey bo'yicha anaqa qancha medal olganmiz, qanchadan qancha. Keyin nima edi? Haykalimiz qo'yilgan birinchi etajga. Chempionat. Voy, chempionat haykallarimiz qo'yilgan bizlar. Bu yerda. Ayniqsa meni, bu yer bilasizmi, почти 7 yil. 7 yil bo'ldi. 2018-yil 2018-yil 6-noyabrda kelganman ishga bu yerga. Так что stajim bor anchayin. Shundan beri ishlayman, Xudoga shukr. O'lsinmi endi? Bizardim-da, taxtlarda ko'tarib yursa arzini bizardim. Ruschani bilmayman deysizmi dedim. Я русский вообще не знаешь. Man 10 yil yurganlar ham rus tilini bilmayotganlar bor. Bitta men emas. 100% bilmayman-da.
Atak bilaman. Chochib tashlayman, yig'ilolmay yuradi. Atak chochib tashlayman rus tilini, yig'olmay yuradi. Au. O'zi gapirib, o'zi kuladigan jinnilardanman. E, unga men o'rgatib yotmay yana burchakka tiqib aytasan shu gapni deb. Rus tilini biladigan yigit topib burchakka tiqib olmay yana. Yo odam qilaman, yo ado qilaman deb. Rosta тоже мне ruscha gaplashadigan yigit topishim kerakmish.